Qaynonam Koreyaga keldilar va men bir hafta Instagramga kirmadim. Qaynonam bilan yashaydiganlar bir hafta ichida sizni shunaqayam tushundimki, hozir hammasini ochiq aytib beraman. Boshqa jim turolmayman. Bilasiz, 1,5 yoshar egizaklarni onasiman. Uy ishlarim, blogim, kurs, trenirovkalarim, xullas har kunim soat minutigacha tig'iz. Lekin qaynonam kelishi bilan hammasi to'xtadi. Sababi bir hafta dam oldim. Har kuni ertalab 10-11 gacha uxladim. Bolalarimni bog'chada borishda qatnashmadim. Bog'chadan keyin bolalar buvisi bilan soatlab o'ynashdi. 100 marta ko'tarmaganimga belim ham og'rimay qolib, trenirovkaga ham chiqmay qo'ydim. Dam olish kunlari ham bemalol qaynoq kofe ichib ovqatlana oldim. Uni qo'yinglar, даже qozon tepasida ham soatlab turmadim, chunki Koreya yarim tayyor mahsulotlaridan mazali manti, chuchvara va boshqa ovqatlarni zapas qilib qo'ydik. Даже psixolog konsultatsiyasiga ham dam olish kuni borib keldim. Xullas, mani bir qaynonam kemasini kallada taltayib erkalanib ketarkanman.